Majburiy matematikada tushadigan yana quyidagi misollardan bittasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, to'g'ri to'rtburchak qo'shni tomonlarining uzunligini nisbati 3/5 kabi nisbatda deyapti. Ularning ayirmasi esa 8 sm bo'lsa, to'g'ri to'rtburchakning perimetrini toping deyapti. Endi to'g'ri to'rtburchakning bittasi 3x bo'lsa, demak bittasi 5x demoqchi. Xo'p, ularning ayirmasi deyapti. Tomonlar ayirmasi demak 8 sm bo'lsa, biz 5x dan ayiramiz 3x barobar nima ekan? 8 sm ekan. Xo'p, 2x barobar 8 sm bo'ladigan bo'lsa, x barobar nima ekan? 4 sm ekan. Endi 5 ko'paytirilgan 4 sm demak bitta tomoni 20 sm ekan. Xo'p, 3 ko'paytirilgan 4 sm esa ikkinchi tomoni nima ekan? 12 sm ekan. Xo'p, bunda yechadigan bo'lsak, to'g'ri to'rtburchakning perimetrini hammamiz bilamiz yoshlikdan bunday olganda. Ya'ni bitta tomoniga ikkinchi mabiyodagi tomonni qo'shib, ikkilantirsak to'rtburchakning perimetri kelib chiqadi. Perimetr barobar 20 ga 12 ni qo'shadigan bo'lsak 32. Ya'ni 32 ni ham 2 ga ko'paytirsak nima bo'ladi? 64 sm bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yamiz.